Siz o'zingiz ko'rayotgan dunyoni butunlay rost deb o'ylamsiz. Cho'qim so'zim tugagicha astoydil anglang. Bu video balkim sizning dunyo qarashingizni o'zgartirishi mumkin. 19-asrning oxiri fizika ilmining binosi qarmoqqa mukammal putadiganday qiladi. Newton mexanikasi insonlar biladigan barliq hodisalarni o'z ichiga oladi. U elektromagnit ilmi, termodinamika bilan o'zaro birikib, hayvatlik va hashamatlik fizik saroyini barpo qildi. Kishilar tantana bilan tabriklashga boshladi. İnsanlar biz allaqachon dunyoning sirini echib bo'ldik deb o'yladi. Shu vaqtdan boshlab insonlar mushu nazariyalar orqali o'zi ko'zatgan dunyoni tushuntira oladigan bo'ldi. Ilm-fan ehtiyotjon, uningda oqqari aniq, Einstein bo'lsa uning tipik vakili. U mexaniklik qaror nazariyasi tarafdori bo'lish sifati bilan dunyoda haqiqiy ma'nodagi tasodifiylik mavjud emas deb qaraydi. Lotoriya, avariya, hatto qiz do'stingizning kayfiyatimi ham shundoq. Qarmoq tasodifiyda ko'ringan hamma ish chunki faqat sizning bilim jug'lanmangizning bu oqibatlarni hisoblab chiqarishga yetarli bo'lmaganligidan iborat. Lekin kvant mexanikasi bunda qaraydi. Barliq narsalar o'xshash vaqtda o'xshamagan holatda turadi. Har xil mumkinchiliklar birlikda mavjud. Ishning natijasi bo'lsa, siz uni ko'zatgan shu vaqt kelib chiqadi deydi. Qaysi oqibatni ko'ra oladiganingizga kelsak, u butunlay tasodifiy. Uning ehtimolligining yuqori tuvanligi butunlay ustimiz holatdagi qaysi tarkibning ko'pligiga bog'liq. Einstein buni fizika asos qonuniyatiga xiloflik qilish deb qaraydi. Shunga u Tangri shishqal o'ynamaydi degan mashhur so'zni aytgan. Lekin yuzlanish sizning ishonmasligingiz sababidan qadamini to'xtatib qo'ymaydi. Hattoki siz Einstein bo'lsangizmi. Bugun kvant mexanizmida nihoyat cho'ng taraqqiyotlar bo'ldi. Ko'plagan odamni hangtong qoldiradigan tajribalar o'tirib qo'yildi va sinovdan o'tdi. Hatto o'z vaqtida kvant mexanikasining bema'ni ekanligini isbotlash uchun o'tirg'i chiqqan Schrödingerning mushk sapsatsimi yanala kvant mexanikasi taraqqiyoti jarayonida bo'lmasa bo'lmaydigan voqeaga aylandi. Hozir biz ikkilanmasdan shundoq deya olamizki, bu qitim Einstein futurdi. To'g'ri, kvant mexanikasi shunchalik qudratli, shu sababdan Einstein mukammal javob bera olmadi. Hozir siz o'ylagan dunyo siz o'ylagandek deb o'ylamsiz. Muqarrarlashtirish bo'ladiki, kvant mexanikasini ozroqla tushunsangiz, siz 90% dan ko'p tanishtiringizdan bir qadam olqib, kelgusini ko'ra oladigan iqtidorga ega bo'lasiz. Kvant mexanikasining paydo bo'lishi, uning ta'siri allaqachon fizika ilmining doirasidan olqib ketdi. Ham bora-bora yangi bir ilmiy dunyo qarash va tafakkur usuliga aylandi. Bizning dunyo zodi qandoq, qaro'nkir zodi nima? Zamon va makondan olqib o'tish prinsipi yana nima? Kvant texnikasi bizning turmushimizda barg'ancha ko'p paydo bo'layotdi. Amaliyotda u 100 yil burunla o'tirib qo'yilgan, lekin olimlar mana bugungacha yanada birlikka kelgan bir yakunga erisha olmadi. Aksicha bugun har qaysi davlatlarning hammasi maxfiy holda kvant mexanikasini tadqiq qilyotdi. Agar cho'ng bosish bo'lib qolsa, kvant texnikasi yana bir qatimliq fan texnika inqilobi qo'zg'ab, dunyoning qiyofatini tubdan o'zgartirdi. Mubolag'lashtirmay aytishga bo'ladiki, kim kvant texnikasini egilasa, u insonlarning kelgusini olqiniga olgan bo'ladi. Amaliyotda kvant mexanikasi dunyosi aslida umumiy savodga qarshi. Lekin dal mushu xil aloyidlik sababidan kvant mexanikasi bizga cheksiz mumkinchilik kelib keldi. U sizning tonishingizni mustahkamlaydi. U butun fizika dunyosining asos ideyasini, insonlarning bevosita sezimi va an'anaviy qarashini o'zgartdi. Bu dunyoda haqiqatan shak shubhasiz narsa bormi? Birga-birini qo'shsa cho'qim ikki bo'lamdi. Men va u cho'qim bir umr bir-birimizni so'lay olamdik. Kvant mexanikasi bizga deydiki, hech qanday narsa mutlaq to'g'ri bo'lmaydi. O'xshashla hech qanday narsa mutlaq xatomi bo'lmaydi. Kvant fizikasining taraqqiyot tarixi bo'lsa, butun fizik saroyining ko'mirilib, yana qayta qurilish tarixi. Biz ko'ra olamizki, ilgari rost deb qaralgan qonuniyatlar olimlarning tajribasi ostida birdan yimirildi. Yana ko'ra olamizki, yangi nazariya va qiyoslar ularning tajribasi orqali isbotlandi. Bevosita sezimga qarshi turib, uch xil qarashni og'dirish jihatda hech qanday narsani kvant mexanikasi bilan selishtirib bo'lmaydi. Kvant mexanikasi ustozi Fermat aytgandek, hech kim kvant mexanikasini tushunmaydi. Agar siz tushundim deb qarasangiz, undaqda u jazman haqiqiy tushunish emas. Kvant mexanikasining bu bir qator yuyishlaridan keyin siz bayqaysizki, bu dunyo sizning o'ylaganingizdan texmi murakkab va rangdor. Bo'ldi, bu qitimliq mazmun oxirlashdi.